Mani ideal morning rutinam qanaqa? Ideal kunimda uyqudan to'yib soat 10 ga yaqin turaman, chunki ertalab uyg'onishni juda yomon ko'raman. Bugungi kunning yarmida bo'sh vaqtim ko'p, chunki fortepianodan imtixonim soat 3 da bo'ladi. Shuning uchun shoshmasdan dush qabul qildim. Mani tushunadi. Ertalabdan soch yuvilsa, u ko'proq toza turadi. Toza soch esa men uchun obrazimni yarmini bajaradi. Bunga qanaqa bilmadim, lekin men nonushtasiz tura olmayman. Muzlatgichda topganim esa sarg'ayishni boshlagan ismaloq, ikkita tuxum hamda ozgina sir bo'ldi. Men har doim nima tayyorlashni bilmay turganimda yordamga Chef AI ilovasi keladi. Bu yerda menda bor masalliqlarni rasmga olaman, yozma yoki голосовой qilib ro'yxatini kiritaman va u unikalniy retsept funksiyasi orqali meni ro'yxatim bo'yicha ortiqcha masalliqlar qo'shmasdan ovqat retsepti yaratadi. Bundan tashqari ko'plab ovqat retseptlari hisoblangan kaloriyalari bilan mavjud. Qaytgancha ilovani bemalol App Store hamda Google Play dan topishingiz mumkin. Hozir ko'rib turganingizdek, men retsept bo'yicha piyozni 2 minut hamda ismaloqni 2 minut pishirib olib, ustiga tuxum chaqdim va keyin yana 1 minut qovurdim. Tayyor masamizni o'zimga qulay bo'lgan shaklda lavashga o'rab, ikki chetini qovurib oldim. O'zi men ko'p ovqat pishirmasam, lekin bu jarayon menga juda yoqadi va ertalabim yanada ideal bo'lish uchun sevimli multigimni ko'rishni davom etdim. Agar videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, izohlarda shu smaylikni qoldiring.